ilohim amin. Ey Xudojonim, bugün Real yutsin. Mbappe Xudo omad bersin, yo'lini ochsin. Vinicius'a insof bersin Xudo. Ilohim shu yil Chempionlar Ligasini yutsa, bu dunyoda armonim qolmaydi ey Xudojonim. Bir Real omad tilagancha bir o'zingga sog'lik tilasan. Jilli etmak. Yaxshi ko'raman. Vinicius'ning ishlariga rivoj degancha dadam ishlariga omad deb, o'zim o'qish kerak deb niyat qil. Jilli emasmisan? Turket, Tursani borligingni ham bilmaydi ular. Dadam olib kelaman. Qayerga ketyapsan sachoq olib? Ha, Tiyanshan tog'ida bitta daraxt bor ekan. Niyat qilib sachoq bog'lasa niyating amalga oshar ekan. Ha, o'qish kerak deb niyat qilmoqchisan. Yo'q, ana bu Chempionlar Ligasida Real yutsin deb shu yil. Hey, san otang, san ya har, hey san bachagina borki, men yonimga kelsan, menga qarab bacham, borandan shunday sachoq olasan, shunday daraxtni bug'ib olasan. Qaytib Real demaydi. Ey velki. Nima o'ylab o'tiribdi soat 3 da? Uya kuchuk kirdimikan yo? Murod? Bacham nima soat 3 da mirrilib o'tiribsan? Bir joyga og'rib o'tiribmi? Hey, yig'lamay to'g'risini ayt, nima bo'ylab o'tiribdi senga? Men Bavariyadan yana qoldim. Ayt, sen Realing qo'yib ketding. Soat